To'g'ri geometriya, uchburchakda burchaklar mavzusi, 4-test, 1-savol. Bu savolimizda bitta qoida bo'yicha chiqarsa bo'ladi, ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakning to'g'ri burchagidan tushgan, ya'ni gipotenuzaga tushirilgan medianasi gipotenuzani teng 2 bo'ladi va uni yarmiga teng. Xuddi shu qoidaga tushadi. Demak, bu yerda A burchagimiz 90 gradus bo'lib qolar ekan. Bizdan so'rayotgan burchak ham mana shu. Demak, to'g'ri javob D javob. Keyingisi ham xuddi shu qoidaga tushadi. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchak ekan, medianni tushirilyapti. Demak, bitta chiziqcha qo'yamiz. Bunga teng bo'lganligi uchun, ya'ni BD, AD, DC teng bo'lganligi uchun. Endi bu yerda ADC uchburchagimiz teng yonli ekan. Demak, alfani qiymati 30 ga teng, ya'ni kelasi teng bo'lishi kerak. To'g'ri javob B javob. Keyingisi bu ham xuddi o'sha qoidaga tushadi. Ya'ni bu yerda BD teng AD ekan, demak DC ham bularga teng bo'ladi. Shunda C burchagi 15 bo'lsa, bu burchagimiz ham 15 bo'ladi. Endi 15 bilan alfani qo'shsak, 90 gradus bo'lishi kerak, ya'ni alfa qo'shilgan 15 teng 90. Bu yerdan alfani topsak, 90 dan 15 ni ayirsak 75 bo'ladi. Demak, to'g'ri javob E javob. 4-savolda bunday xuddi o'sha qoidadan foydalansak, DC chizig'imiz BD ga teng bo'ladi. Va bu yerda DCE uchburchagimiz teng yonli ekanligi ma'lum bo'ladi va bu burchagimiz alfa ekan. Mana shu yerda DCE uchburchakning ichi burchaklar yig'indisini topadigan bo'lsak, ikkita alfa qo'shilgan 30 teng 180 bo'ladi. Bu yerdan ikkita alfani topsak, 180 dan 30 ni ayirsak 150, 150 ni 2 ga bo'lsam 75. Demak, to'g'ri javob D javob. Keyingi 5-savol. 5-savolimizda ham xuddi shu qoidani qo'llasak bo'ladi. Ya'ni bu yerda AD kesmamiz mediani bo'lyapti. Demak, bu ham ikkita chiziqchaga teng bo'ladi. Shunda ADC uchburchagimiz teng yonli. Demak, mana bu burchagimiz 25 ekanligi ma'lum. 25. Xo'p, endi bu 90 gradus bo'lsa, 25 ni ayirib olsak 90 dan 65 bo'ladi. Demak, bu yerning qiymati 65 ekan. Xo'p, endi bu yerda meni ikkita burchak ma'lum, ya'ni bu 90, bunimiz 65. Bunimiz alfa. Uchalasini qo'shsak 180 chiqishi kerak. Ya'ni alfa qo'shilgan 65 ga 90 155 teng 180. Bu yerdan alfani topsam 180 dan 155 ni ayirsak 25 bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob A javob bo'ladi. 6-savol. 6-savolda A kesmamiz mediani bo'lyapti. Demak, ikkita chiziqcha bilan belgilaymiz. Ya'ni D E bilan E ga teng. Bundan kelib chiqadigan bo'lsak, bu burchakimiz 20 gradusga teng bo'ladi. Endi ABC uchburchakning ichi burchaklar yig'indisini topadigan bo'lsak, mana bu joyim 90 gradus ekan. Bu alfa ekan. Bu yerimiz 30, bu yerimiz 20. Hammasini qo'shsak 180 chiqishi kerak. Demak, alfa qo'shilgan, xo'p, 90 yuqoridagi burchaklar 30 ga 20 ni qo'shsak 50 bo'ladi. Teng 180 chiqishi kerak. Bu yerdan alfani topsam 90 ga 50 140, 180 ni ayirsam 40 gradus bo'ladi. To'g'ri javob C javobi. 7-savol. 7-savolda BD kesmamiz mediani bo'lyapti. Buni teng ekanligidan bu yerimiz 25 ekanligi kelib chiqadi. 25. Bizdan alfa burchagini so'rayapti. Xo'p. Endi hozir bu 25 ni topish shart emas ekan, kerak emas ekan. Mana bu yo'q, 25 ni topish shart. Hozir adashibmiz, 25 tursin. BDE uchburchagimiz teng yonli bo'lgani uchun bu yerimiz ham 30 gradus bo'ladi. Hozir bu 90 bo'lsa, 25 ni bu yoqqa bersak, ortib qoladi 65. Endi bizda qoida bor edi. Uchburchakning bitta tashqi burchagi unga qo'shilib bo'lgan ikkita ichki burchak yig'indisiga teng. Ya'ni bu yerda 30 va 65 ni qo'shsam alfa ga teng bo'ladi. Ya'ni alfa teng
35, 30 ga 65, 95. Demak, alfaning qiymati 95 ekan. D javob. Hop, 8-si. 8-savolda A dan D ga mediani tortib olamiz. Hop, medianani joylashtirdik. Endi bu mediana bo'lganligi uchun kesir hisoblan belgilaymiz. Tenglik ma'lum bo'ladi. Hop, endi bu yerda AED uchburchagimiz tenglik. Demak, mana bu burchagimiz ham alfaga teng bo'ladi. Bu yerdan ADS uchburchagimiz ham tenglik. Demak, mana bu burchagimiz 25 bo'ladi. Ichki burchaklar yig'indisini topsam, ikkita alfa qo'shilgan 25 ga 35 ni qo'shsak 60 bo'ladi. Teng 180. Bu yerdan ikkita alfani topsak, 60 ni ayirsak 120. Endi bu yerdan alfani topsak, 122 bo'lsam 60 chiqadi. Demak, to'g'ri javob D javob. Keyingisi. 9-savol. 9-savolda ham medianani qizib olamiz, ya'ni B dan D ga tomon. Medianani joylashtirib oldik. Demak, bu ham teng bo'ladi, ya'ni yuqoridagi chiziqlarga teng bo'lib qoladi. Ya'ni AD bilan DC ga BD teng mediana bo'lganligi uchun. Hop, biz alfani topishimiz kerak ekan. Alfani qanday qilib topamiz? Hozir bu yerda EDB yoki BDE uchburchagimiz tenglik bo'lgani uchun mana bu burchagimiz 20 gradus ekanligi ma'lum. Va bizda BDC uchburchagimiz ham tenglik. Demak, mana bu burchagimiz alfaga teng bo'ladi. Endi bizda qoida bor edi. Uchburchakni bitta tashqi burchagi va unga qo'shni bo'lmagan ikkita ichki burchaklar yig'indisi o'zaro teng. Bu 20 bilan bu 20 ni qo'shsam alfani berish kerak. Demak, alfaning qiymati 20 ni qo'shsak 40 ga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob C. 10-savol. 10-savolda ham medianani o'qib olamiz. Birinchi bo'lib B dan D ga tomon medianani joylashtirib oldik. Hop, demak, buni ikkita chiziqcha bilan belgilayman, chunki teng. Hop, endi biz alfani topishimiz kerak ekan. Alfani topishdan oldin BDE uchburchagimiz tenglik bo'lgani uchun mana bu burchagimiz 10 gradus ekanligini bilsak bo'ladi. Va ABD uchburchagimiz ham tenglik bo'lgani uchun mana bu burchagimiz alfa. Demak, mana shu uchburchak, ya'ni BDE uchburchagini ichki burchaklar yig'indisini topadigan bo'lsam, alfa qo'shilgan 90 qo'shilgan 10 qo'shilgan 10 teng 180 ekanligi kelib chiqadi. Bu yerdan alfani topsam, 90 ga 10 ni qo'shsam 100, yana 10 ni qo'shsam 110. 180 dan 110 ni ayirsak, alfa 70 ga teng ekanligi kelib chiqadi. To'g'ri javob D javob. 11-savol. Hop, 11-savolda A dan B gipotenuzaga mediani tushiramiz. Mediani so'rayapmiz. Hop, mediani tushirdik va tushgan nuqtasini E nuqta deylik. Shunda bu mediana bo'lganligi uchun gipotenuzaning tengligi bilan, ya'ni bu qismi 9, bu qismi ham 9. Va bu tushirilgan chiziqning o'zi ham 9, chunki yarmiga teng. Endi shunda bizda hosil bo'lgan ADE uchburchagimiz tenglik bo'lyapti. Demak, bu yerdan mana bu burchagimiz alfaga teng ekanligi kelib chiqadi. Va yana bitta uchburchak bor. AES. Bu ham teng yonli. Hop, demak 32 bo'lsa bu burchagimiz. Mana bu burchagimiz ham 32. Endi bizda qoida bor edi. Uchburchakni bitta tashqi burchagi va unga qo'shni bo'lmagan ikkita ichki burchaklar yig'indisi o'zaro teng. Demak, alfaning qiymati teng ekan. 2 ta 32 64 bo'ladi. Demak, to'g'ri javob D javobi. Hop, 12-savol. 12-savolda ham xuddi hozirgidek ish tutamiz. Ya'ni A dan B gipotenuzaga mediani tushirib olamiz. Shunda gipotenuzamiz 2K bo'layotgan bo'lsa, bu yerimiz K.
Bu tarafimiz ham k va tushirilgan chizig'imiz ham k. Endi shunda mana bu burchagimiz 25 ekanligi kelib chiqadi. Chunki hop, bu nuqtani E nuqta desak, AES uchburchagimiz tengyorli. Hop, demak 90 dan 25 ni chiqarsak, bu burchagimiz 75 bo'lar ekan. Endi bu burchakni topishimiz mumkin. Qanday qilib? Uchburchakning bitta tashqi burchagi va unga qo'shni bo'lmagan ikkita ichki burchaklarimiz o'zaro teng. Demak 25 ni qo'shsak 50 bo'ladi. Va bu uchburchakning tengyorligini hisoblasak, bu burchak ham 50. Endi uchburchakning ichki burchaklar yig'indisi bo'yicha ketadigan bo'lsak, bu yerda alfa qo'shilgan yonidagi burchak 75 va qo'shilgan ikkita eligimiz 100 teng 180 ekanligi kelib chiqadi. Va bu yerdan alfani topadigan bo'lsak, 180 dan 100 dan ayirsak 80, 80 dan 75 dan ayirsak alfamiz qiymati 5 gradus chiqib qolyapti. Lekin javobda bu yo'q ekan. Demak, qayerdadir adashyapmiz. Hop, 25 dedik, qo'shsak 50 bo'ldi. 50. Demak 80 qolyapti. Mana bu joyda. Ya'ni mana bu 75 da adashibmiz. Chunki 90 dan 25 ni olib tashlasak 75 bo'lmaydi. 65 bo'ladi. Shunda mana bu 75 ni o'rniga biz 65 yozadigan bo'lsak, alfamizning qiymati 5 emas, 15 ekanligi kelib chiqadi. Shunda to'g'ri javob A javob bo'ladi. Demak, keyingisi 13-savol. 13-savolda ham BD gipotenuzaga mediani tushirib olamiz. Mediani tushdi va bularni o'zaro tenglikni bildirish uchun chiziqchalar chizib qo'yaylik, osonrog'i. Hop, va mana bu ya'ni gipotenuzamiz K bo'lgani uchun ikkita chiziqchamiz, ya'ni bu tarafimiz K ga teng bo'ladi. Demak, mana uni ham ikkita chiziqcha chizsak bo'ladi. Hop, endi bizdan alfani topish talab etilyapti. Hozir bu yerda mana shu uchburchagimiz tengyorli bo'lganligi uchun mana shu burchak ham 80 bo'ladi. Ya'ni tengyorli uchburchakning asosiy burchaklari bo'ladi. 80 ga 80 ni qo'shsak 160, demak mana bu burchakka 20 gradus qolyapti. Va bu yerdan mana shu uchburchagimiz ham tengyorli bo'lganligi uchun A burchakni 20 gradus ekanligi kelib chiqadi. 20 gradus. Endi mana shu hozirgi uchburchakni ichki burchaklar yig'indisini topadigan bo'lsak, hop, ikkita 20 qo'shilgan 20 qo'shilgan va yuqorida esa 80 bilan alfa ekan. 80 plus alfa teng 180. Hop, bu yerdan alfani topsak, hop, 80 dan ayirsam 100, 100 dan 20 dan ayirsam 80, yana 20 dan ayirsak 60. Alfaning qiymati 60 ekan. To'g'ri javob E javob. Hop, 14-savol. 14-savolda B dan E ga tomon to'g'ri chiziq, ya'ni medianni tortamiz. Medianni tortdik. Endi bu ikkita chiziqcha desak, buni ham ikkita chiziqcha deymiz, chunki gipotenuzaning yarmiga teng. Shunda bizda mana shu o'rtadagi burchagimiz uchburchagimiz tengyorli bo'ladi. Demak, hozir bu burchagi 80 mi? Demak, mana bu burchagimiz ham 80 bo'lishi kerak. Hop, 80 yozib qo'ydik. Endi bu yerda keyingi uchburchagimiz A, E, B yoki A, B, E uchburchagimiz ham tengyorli. Demak, mana bu burchagimiz 50 ga teng bo'ladi. Ya'ni bunga teng. Hop, endi bizda qoida bor edi. Uchburchakning bitta tashqi burchagi unga qo'shni bo'lmagan ikkita ichki burchaklar yig'indisi o'zaro teng. Mana bu 80 bilan alfani yig'indisi, ya'ni tashqi burchak ikkala 50 ni yig'indisiga teng. Shunda 80 qo'shilgan alfa ikkita 50 ni yig'indisi 100 bo'ladi. Bu yerdan alfani o'zini topsam 20 ekanligi kelib chiqadi.
Demak, to'g'ri javob A javob bo'lar ekan. 15. 15da B burchagi bilan C burchagini qo'shsam 90 bo'lyapti. Demak, mana bu A burchagim ham 90 bo'lar ekan. Xo'p, endi mendan talab etilayotgan burchagimiz yuqorida, ya'ni E burchak alfani topish talab etilyapti. Men A dan D ga tomon mediani tushirib olaman. Ya'ni bu yerdan mediani. Xo'p, medianani joylashtirib oldim. Buni ham ikkita chiziqcha bilan belgilayman teng bo'lganligi uchun. Endi bu yerda bu qo'shnisi 90 bo'ladi va bu yerda ADC uchburchagimiz tengyorlik bo'lgani sababli mana yerdagi burchagimiz 18 ga teng bo'ladi. Endi yana mana shu yerda ADE uchburchagimiz ham tengyorli. Demak, bu yerda mana bu burchagimiz alfa ga teng bo'ladi. Chunki bu burchagimiz alfa, bu ham alfa. Shu uchburchakning ichki burchaklar yig'indisini topsam, alfa qo'shilgan alfa, ya'ni ikkita alfa bor ikki chetda. Bu alfa bilan bu alfa bor. Endi mana bu 3 qismida bu yoq 90 va bu yer 18. 18 ga 90 108. Qo'shilgan 108 teng 180 chiqishi kerak. Bu yerdan ikkita alfani topsak, 108 dan 72 va alfani topsa 72 ga bo'lsam 36 bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob C javob bo'lardi. 16. Oxirgi savolimiz. Bu yerda EBC uchburchagimiz ham to'g'ri burchakli uchburchak, FBC uchburchagimiz ham to'g'ri burchakli uchburchak. E'tibor bersak, mana shu FD mediani bo'lyapti, demak ikkita chiziqcha. Bu ham ikkita chiziqcha. Yaxshilab e'tibor bersak, bu yerda EBC uchburchagimiz bilan FBC uchburchagimiz o'zaro teng, bir xil. Shunday ekan, mana bu burchakning to'lig'ini x desam, bu burchakni ham x deb atab olsak bo'ladi. Shunda umumiy ABC uchburchakning ichki burchaklar yig'indisini topsak, 70 qo'shilgan 2 ta x bo'ladi. Teng 180. 180 dan 70 dan ayirsak 110, 2 ga bo'lsam 55. Demak, x ning qiymati 55 ekanligi kelib chiqyapti. Xo'p, endi bu yerda mana bu tengyorlik ekanligini hisobga olsak, bu burchagimiz ham x ga teng bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda mana bu burchagimiz ham tengyorligini hisobga olsak, bu burchagimiz ham x bo'ladi. Shunda mana yerdagi burchaklarni topish imkoniyati mavjud. Ya'ni bu x'larimiz 55 dan bo'lsa, ikkitasi 110 bo'ladi. Demak, mana bu burchagimiz 70. Bu burchagimiz ham xuddi shunaqa 70. Endi bular uchalasi bitta yoyiq burchak bo'lganligi uchun hammasining yig'indisi 180 chiqishi kerak. Demak, alfa qo'shilgan 70 qo'shilgan yana bitta 70 teng 180. Bu yerdan alfaning qiymatini topsam, ikkita 70 ni 140, 140 ni ayirsam, alfaning qiymati 40 ekanligi kelib chiqadi. To'g'ri javob B javob. Demak, 4-testimiz tugadi. E'tiboringlar uchun rahmat.